Barchaga salom. Bugungi hikoyamiz Fotima va Zuhraning success stories haqida bo'ladi. Qani unda boshladik. Fotima Zuhra, kelinglar birinchi o'zlaringni tanishtirsalaring. Men Ikroma Fotima, Headstart o'quv markazida 1,5 yildan beri o'qib, IELTSdan 7 ballni qo'lga kiritdim. Men Ikroma Zuhra, Headstart o'quv markazida 1,5 yildan beri o'qib kelib, yaqinda 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Xo'p, tanishganimdan juda ham xursandman. Yana bir bor savolim shundan iboratki, Headstartdan oldingi va keyingi hayotingiz qanday bo'lyapti? Headstartga kelishimizdan oldin, to'g'risi, qaysi darajadaligimizni bilmaganmiz. Mock natijamiz ham unchalik aniq bo'lmagan. Qoniqarli bo'lmaganda. Qoniqarli bo'lmagan. Birinchi Headstartga kelganmiz. Welcome atmosphere deydi. O'shaqa narsalar bo'lgan. Prям birinchi impression zo'r bo'lgan Headstartda. Keyin kurslarga yozilamiz degan paytimiz bizdan mock olishimizni, mock topshirishimizni so'rashgan. O'sha paytda ovro ikkalamizdan 5,5 natija chiqqan. O'sha paytda speaking 6 edi, o'sha adashmasam 6 edi. O'sha paytda biz uchun bu 5,5 katta ball edi-da, chunki to'g'risi biz natijamizni bilmay kelganmiz. Keyin biz unaqa IELTS haqida unaqa nimadirda bilim yo'q edi, unaqa IELTS nimaligi haqida unchalik narsa yo'q edi. Biz просто так general o'qirdik paytda. Keyin keldi 5,5 natija oldik mockdan. Keyin bizani to'g'ri gruppalarga qo'yishdi. Shu Dilmurod Isakulov va Bunyod Inomovlarni intensiv guruhlarda tahsil oldik. Boshlaliklar rostdan qiyin bo'lgan, tan olamiz. Chunki eslayman, ayniqsa Dilmurod Isakulov bizga ko'pincha speakingni o'tganlarida men ko'pincha o'zimga insecure bo'lib turardim. Eslayman, даже 2-3 oylab speaking guruhlarga kirib, o'zimda to'g'risi confidence bo'lmagan gapirishga. Keyinchalik o'sha atmosferaga o'rganish bo'lgan. Dilmurod teacher bizga speakingni qanday o'zimizga confident bo'lishimiz, strategiyalar berganlar. O'sha paytda speakingimiz rostdan 6 bo'lgan. Eslayman, birinchi mockimizda 6 bo'lgan. Hozirda speakingda 7,5 ball qo'lga kiritdim. Juda ham yaxshi ko'rsatdingiz. Keyin bizda Bunyod Inomov, ular bizga to'g'ri yo'nalish berardilar. Masalan, readingda ayniqsa, readingda bizda darsda o'zlari analyze qilib berardilar. Eslayman, har bitta, masalan aytaylik, bizning darsimizga 2 soat ajratilgan bo'lsa-da, ular extra mile'ga borishardi. O'zlari даже qolib bizga o'rgatib. Bunyod teacherga masalan reading biriktirilgan bo'lsa-da, bizga даже writing o'tardilar. Tamom, writingni o'rgatib, approachlar qilib, даже artikellar tarjima qilishlarimiz hammasi biz uchun yorqin xotira bo'lib qolgan. Yes. Qiynalgan vaqtingiz, misol uchun, give up qilib ketmoqchi bo'lganmisiz va o'sha paytda sizlarni nima to'xtatib qolgan? Kim yoki? Har bitta o'rganuvchida o'zi shunaqa vaziyat bo'ladi. Hamma narsadan voz kechirgisi keladi. Chunki shu darajada u narsadan to'yib ketadi. Ayol shuncha qilib yuboradi, shu darajada harakat qiladiki, bu narsaga bittada give up qilgisi keladi. Siramiz hammada shunday bo'ladi, bizda ham xuddi shunday bo'lgan. Ayniqsa reading qismida nima deydi, readingda bitta ballda bandda stak bo'lib qolardi. Bu narsaga ko'tarilish o'zi qiyin edi. Chunki reading unaqa bittada ko'tarilib ketadigan, logika talab qiladigan deyishadi-ku. Shunaqa paytlar bo'lgan, haqiqatan bo'ldi, reading o'xshamaydi. Give up qilish kerak degan paytlar bo'lgan. Lekin bu yerda ota-onani ishonchi birinchi o'rinda, o'qituvchilarning ishonchlari, mehnatlarini oqlash, shu narsalar odam uchun motivatsiya bo'lib turadi. Shu narsalar menimcha o'sha paytda bizani qutqarib qolgan, give up qilishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki shuncha yo'lga keldik, shu narsani boshladikmi, oxirigacha yetkazish kerak. O'rtada give up qilish bu katta nima deydi? Katta yutqazish bo'lardi-da. Yutqazish bo'lardi. Chunki bu ingliz tilini o'rganish ham insonda qandaydir ma'noda bitta yutug'i. Chunki til bilish bu shuncha bu yo'lni bosib kelgan odam yarimga kelganda give up qilib deb til o'rganmaydi-da, misol uchun. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'sha o'qituvchi va ota-onaning umidi, analarni oqlash, mehnatlarni oqlash bu bizlar uchun motivatsiya bo'lgan. Men bu aytdingiz-ku, hozir hech qaysi o'quvchi give up qilib deb kelmaydi dedingiz-ku. Ko'p o'quvchilar men ko'raman. Men hozir boraman 6 oyda yoki 1 yilda 8 olaman deb, keyin o'qish jarayonida misol
qiynalishni ko'radi, masalan readingdan bir xil, writingdan ko'radi, yo menga hozircha 7.5 yetadi deydi. O'sha IELTS kursini oxiriga borgandan keyin yo menga 6 yetadi, 6 ga amallab chiqib olay deydi. Bizda ham bo'lgandi. 4 ta, 5 ta gruppa almashtirganmiz. Boshida hamma shunaqa emotion bilan keladi. Oxirida faqatgina o'sha Dreamlar bo'ladi, voy mamnunni qilib bo'ladi. true soldierslar qoladi. Expectation baland bo'lib kelishadi ko'pincha. Lekin ana shu joydan o'tib olsa, bu yoq ancha yaxshi bo'ladi. Mana bu. Bitta levelga keyin ko'tariladi, keyin o'zini ustida ishlashga ancha o'rganib qoladi-da. Xo'p, qiyinchiliklar haqida gapirdik. Endi o'sha paytda yoki umuman dars jarayonida ustozlarning o'rni qanaqa bo'lgan? Ular sizlarga qanaqa motivatsiya bergan? Misol uchun ruhan yoki jismonan. Eslayman, o'tgan yili biz avgustga registratsiya qilganmiz va bizda 3 oyimiz bor edi yozda qattiq tayyorlanishga. Kechasi bilan даже 11gacha o'quv markazida qolib, teacherlar bilan dars qilar edik, даже ertalab soat 7 dan sharda turar edik. O'sha paytda biz expectation ham baland bo'lgan, teacherlar motivatsiya berishgan, lekin men o'zimga ko'p ishonganman. Birinchi olganim 6.5 bo'lib qolgan. Va 6.5 bo'lganda men rosa xafa bo'lganman. Biz CDI topshirganligimiz uchun bizda chance bor edi, bittasi retake qilgani. Va menga 1.5 ball yetmagan. 7 bo'lishga tavakkal qilaman deganman-da, readingda retake qilaman deganman. Qarabsizki, retake'da ham readingim 6 bo'lgan, retake'da ham 6 topganman. Please no! 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 Va bu 2 barobar sinish bo'lgan. O'sha paytda eslayman, men rostdan yig'laganman teacher o'rinlariga kelib. Teacher to'g'ri tushuntirganlar, как IELTS bu odamni haqiqiy potensialini ko'rsatib bermaydi. Masalan, sizda kuningiz bo'lsa agar, siz o'zingiz niyat qilib chiqqan ballni olasiz deganlar. Va o'shandan keyin to'g'risi o'sha paytda menda shunaqa period bo'lgan, hamma narsaga give up qilganman rostdan. O'qimayman deganman, IELTS men hayotimda katta narsa ahamiyat bermaydi deganman. Lekin teacher encourage qilganlarda, Zuhra deganlar, keyin proyekt boshlaymiz. Speaking qilib ochasizmi deganlar. Va xursand bo'lganman. Let's give it a shot deganman. Boshlaganmiz teacher bilan. Boshda rostdan qiynalganman, chunki menda hali confidence bo'lmagan aytganimdek. Oxirgi 6.5 olganimda ham speaking 6.5 bo'lgan. Даже o'sha paytda men o'zimni speakingni ham 7 ga baholab yurgan taqdirimda ham 6.5 bo'lib qolgan. Va qarabsizki, keyin seriyozli o'qish boshlandi va yana yozgi ta'tilda bizda 1.5 oy muhlat bor edi. Va 1.5 oyda speakingda men o'zimcha confidence'im oshdi. Boshqalarga o'rgatib o'zim ham o'rgandim. Shunda nima deyman, my setback turned into my comeback. Bo'ldi-da, bu safar speakingdan 7.5 ball qo'lga chiqdim. O'sha paytda lekin teacherlarning rostdan bizga beradigan podдержкалар katta o'rin egallagan. Даже hozirgacha ham. Ha, shunday. O'zingiz ham boya aytib o'tdingiz-ku, kelganimda 2-3 oy gapirmaganman, qiynalganman, uyatchan bo'lganman dedingiz. Keyin o'sha leveldan 7.5 ga speaking 7.5 ga ko'tarib olish bu ancha mashaqqat talab qiladi. Bu nafaqat jismonan, balki ruhan. Sizda demak o'quvchilaringiz siz ustingizda ruhan ham ishlagan, sizga motivatsiya ham bergan. Ko'pincha worst case scenario-ni o'ylardim-da. Bilasam, shunaqa men ko'p negativ tarafda o'ylardim, masalan, give up qilmoqchi bo'lganingizda ham teacherlar bu yerdan ham bergan sizga aytaylik ishonchi, u yerda rostdan ota-onaning ishonchi bo'ladi. Masalan, shu balda qo'lga kiritmasam nimalar bo'lib ketadi hayotimda degan narsa men ko'p o'ylardim. Speakingga kelgan bo'lsa, lekin men o'z o'quvchilarimga ko'rsatib berish uchun menda o'sha narsa bo'lishi kerak bo'lgan. Va men bunga kechasi bilan tayyorlanib chiqardim. Men uchun alohida journey bo'lgan. Shu o'qituvchilar o'rnidan aytadigan bo'lsak-da, o'tgan yili bir kunda IELTS topshirgan bo'lsak-da, eslayman, IELTSdan 3 kun oldin o'qituvchilarimiz misol uchun bizga aytishadi, IELTSdan 3 kun oldin bo'lib o'zlaring boshqa qiynalmaydi, just relax dedi. O'sha payt IELTS topshirishimizdan ham oldin 3 kun oldin, 2 kun oldinmi ketma-ket ertalab teacher bilan yugurishga chiqardik. Yugurishga? Chunki teacher bizni unaqa faqat ta'lim jihatdan emas, o'zimizdan misol uchun mana fizический tomondan emasmi, shu narsaga o'zimizga anoni support qilganlar shu taraflamaydi deb o'ylayman. Chunki o'sha paytda aytardilar, ertalab odam yugurishga chiqsa, miya faoliyati yaxshilanadi. Chunki nimadir-da, miyada ishlash faoliyati yaxshilansa, shuncha tez tushunadi, yaxshi performans qilishga bu ham katta yordam beradi-da. Esas teacher biz bilan kechasi 11 gacha moq olardi kompyuterlarda.
kechasi 11 gacha biz bilan qolib, tushunmagan narsamizni tushuntirib, nafaqat Dilmurod teacher, balki Bunyod teacher ham, Bunyod Unamov teacher ham o'sha payti chunki ikkita teacher bo'lardi-ku bizada. Asosiyda. Asosiy. O'sha ikkita teacher o'tgan yilgi IELTS topshirishimizda shunaqangi support qilishgan. Shuning uchun biz bekorga aytmaymiz, Head Start bizning ikkinchi uyimiz deb. Chunki kunimizda yarmi uyimizga borgan faqat uxlash uchun borayotgan o'ylaydi, to'g'risi. Uydagilar ham gapirib, bu yoqqa faqat uxlash uchun kelasan. Shunday Head Start ikkinchi uyimiz bo'lib qoldi. To'g'risi, hozir ham o'ta qattiq bog'lanib qolganmiz. Chunki Head Start o'rni hayotimizda как turning point bo'lgan. Bizda o'ziga confidence bo'lmagan, hamma narsa shay bo'lgan Fotima Zuhradan confidence boost bo'lgan, o'ziga ishonch komil, improved version deymizmi? The best version. Best version deymiz. Ana o'sha narsa bo'lishimizga Head Start o'rni rosa ham katta. Nafaqat Head Start, balki o'qituvchi, atrofdagilarni o'rni ham bo'ladi. Hozir aytib o'tdinglar, Head Start bizning ikkinchi uyimiz bo'lib qolgan dedinglar. Buga sabab, misol uchun Head Startga kelib kechqurunlari dars qilish uchun 11 gacha yoki ertalab 7 dan kelib dars qilish bir sababi-da, to'g'rimi? Bundan yana nima sabablar bor? Mana bu Head Start sizning ikkinchi uyingiz bo'lishi uchun. Misol, nimalar qilgansizlar? Mana bu o'yinlar yoki team buildinglar qilgansizlar gruppadoshlar bilan, ular bilan qanaqa bo'lgansizlar? Bizda yaxshigina guruh almashtirganmiz degan bo'ladi, chunki biz 1,5 yil o'zi o'qiydigan bo'lsak, 3-4 ta guruhga kirib chiqamiz, to'g'risi. Chunki deadline qo'yilardi, shunda guruhga topshirish kerak. IELTS topshirgandan keyin yangi guruh ochiladi. Biz guruhda ancha keyin topshirishimiz kerak bo'lgani uchun o guruhni bitirib, keyin guruhda ham o'qishda davom ettirganmizda. O'sha paytda bizda yaxshigina o'zimizda circle of friends bo'lardi, har doim practice qilardik, hammamiz sherda bo'lardik. Даже bir kunda IELTS ga registratsiya ham qildirgandik. Shunaqa qo'llab-quvvatlab support qiladigan guruhdoshlar ham bo'lgan bizda. So, writingga men aniqlik aytmoqchiman. Chunki shu oy, masalan, bizda yangi guruh ochildi. Dilmurod Sakulov, Otabek Ravshanqulov va Bunyod Unamov ular har kuni intensiv kurs o'tishdi. Dilmurod teacher bizga speakingdan, Bunyod teacher reading, Otabek teacher writingga fokus qaratishdi. Va men uchun Otabek teacher, masalan, men uchun yangi teacher bo'lganda, men hali ularning darslariga kirib ko'rmaganman. Kirganmiz. Men uchun writing o'zi bitta men uchun emas, menimcha hamma uchun bo'lsa kerak, qiyin section deb o'ylashadi, chunki rostdan ham bu shunday. Ko'plarga e'tibor bersangiz, reading, listening baland turadi, writing fast bo'ladi. 6.5. Menda birinchisi 6 bo'lgan. Chunki men o'zimda aniq yo'nalish bo'lmagan. Va men yozardim, prosta tekshirardim. Bunaqa to'g'ri yo'nalish bo'lmagan. Otabek teacher darslariga kirdik. Menga yoqqani ular zo'r approach qilganlar. Masalan, har bitta oyda biz bo'laverardik. Masalan, bu oy polniy taskga fokus ko'rsatamiz, bu oy taskni oxirgi oy bo'ldi, practice bosamiz dedilar. Bir kunda 5 talab beraverardilar, yozib kelasizlar. Mana shu narsa menga yoqqan, men o'zim tekshirib bermayman. Sizlar o'zlaring qiyinchilik ortidan ko'ringlar deganlar. Ya'ni biz o'zimiz yozardik-da, ChatGPT-ga tashladik. ChatGPT bizga improved version berardi. Biz bittalab to'g'rilab chiqardik. Ana shuni Otabek teacher ko'rsatdik, masalan, shuni o'rgandim deb. O'sha paytda rostdan men o'ylayman, ancha narsani o'rgandim. Chunki aytganimdek 6 olganimda writing 6 bo'lgan. O'sha aytilgan o'zimda 6 ga ham munosabat bilmasdim, chunki rosa yoza olmasdim. Hozir yaxshi yozib, shu 1,5 oyning ichida polniy fokusimni writingga berib, writingga yetib chiqdim. Tabriklayman yana bir bor. Thanks. Xo'p. Demak, Fotima va Zuhra hozir o'zi qayerda o'qishni rejalashtirmoqda? O'zi o'qishlar boshlanib qoldi. Xo'p, sizlar qaysi universitetda o'qiysizlar? Okay, hozir biz Toshkent shahridagi AUT qisqartmasi, American University of Technology universitetini business administration yo'nalishida o'qishni boshlaymiz, xudo xohlasa, kelasi haftada. Bu universitetga kirish uchun ham bizdan avvalambor IELTS talab qilingandi. Bu narsa IELTS olganimizdan keyin o'qituvchilarimiz yordamida ota-onamiz sharoit qilib berishgan. Keyin o'qituvchilarimiz support qilib, hamma narsa bo'lib IELTS olganimizdan keyin shu universitetga o'tishga qaror qildik. Keyin universitetga o'tganimizdan keyin bilsangiz internship, ya'ni
universitetda ichki shunaqa programmalar bo'ladi. Qancha o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz yoki sizda shunaqangi kuchli background bo'lsa, shunga qarab universitet sizga ma'lum bir miqdorda scholarship ajratiladi. O'sha paytda IELTS 7 bo'lgan o'quvchilarda intervyu olinishi kerak bo'ldi. Yaqinda, shu oy, avgust oyida intervyuga chaqirishdi. 6 ta va bitta universitet dekani o'tirishdi, 7 talashib intervyu qilishdi. Bu uchun ham albatta nimalarda speaking yaxshi bo'lishi kerak, insonlar bilan misol uchun kirishimli bo'lish, socialize qiladigan skilllaringiz bo'lishi kerak-da. Chunki shayga o'tiraversangiz ham ular bo'lib o'ziga confidence yo'q ekan. Buni scholarshipga loyiq deb bilmaymiz deb yuboradi-da. Head startda biz o'zimizga confident bo'lishni o'rgandik, keyin ko'p narsani ko'rdik-da. Bu narsani hammasini hisobga olib intervyuga kirdim. Intervyuda o'zim soham bo'yicha, shu biznes bo'yicha savol-javob berishdi. Topshirib chiqdim. O'sha paytda chiqqanimda men boshqacha savollar kutdim. Shunday nimadirda o'zim haqimda savol beradi desam, mening yo'nalishim haqida savol beradi. Bu narsa men uchun Fatima bo'ldi. Scholarshipda umidingni o'z degan narsa bo'ldi-da. You are cooked degan narsa bo'ldi. Keyin men umid ham qilmadim scholarshipdan to'g'risi. Keyin IELTS'imizdan javob chiqqandan keyin emailda bitta bunday qilib, o scholarship javob kelibdi. Bo'ldi, men 100% oldim-ku, nima qilaman, o'qidim. Bunga kiribman. Congratulations, biz sizga 50% scholarship offer qilyapmiz deydi. Endi o'sha paytda emotsiya vashsham edi. To'g'risi, birinchi telefon qilgan insonim dadamlar, keyin ayamlar oldimda edilar, ayamlar ko'rdilar. Keyin IELTS'dan 7 olmaganimda intervyuga chaqirmasdi. Deb vashsham ma'lum bir ma'noda scholarship olishga Head Startda o'qituvchilarni va ingliz tili va ota-onani o'rni bor deb o'ylayman. Yes. Bu achievement nafaqat biz uchun, balki ota-onamiz uchun ham proud bo'lish uchun reason bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p. 2 yil oldin Fatima va Zuhra hozir sizdan nimalarni eshitgan bo'lardi? Men nima degan bo'lardim? Just keep going. Nimadirda motivatsiyaga ishonmadigan bo'lardim, chunki motivatsiya qaysidir taraflama bizni ozgina periodgacha olib boradi, bundan keyin bizda disiplin bo'lish kerak. Aynan shu paytda men Bunyod teacher gaplarini eslayman. Bunyod teacher har doim aytardilar. Resilient bo'la olsalaringina oxirigacha boraverasizlar va o'sha yo'lda sizlar o'zlaringning egolaringizni sindirishlaring kerak dedilar. Va darsda o'zida bizdan muokalalardilar. Speakingga ham biz bilan ishlaganlar. Eslayman, shunaqa bad performance qilganman. Teacher bo'ldi desam, teacherdan meni o'rich qilib gapirasiz, xudo xolasa speakingizdan chiqqaningizdan keyin men sizga kursdan o'sha qanday gapirganingizni solishtirasiz deganlar. O'sha men o'zimga aytgan bo'lardim, hech qanaqa motivationga ishonmay, faqatgina o'ziga ishonib, disiplinani olib, ko'pincha endi meni kesimda worst case scenario o'ylab davom etirish kerak. Men 2 yil oldingi Fatimaga nima maslahat bergan bo'lardim? Zuhraning gapi ham to'g'ri. Mana o'sha motivatsiyaga ishonib qolaman, chunki motivatsiya bizga 2 yoki 3 kun motivatsiyada yurish mumkin, lekin bu yerda nima deymiz? Disiplina deymiz-ku, ana o'sha narsa bo'lsa insonda bu haqiqatdan key to success-da. Bundan tashqari yana o'zimga 2 yil oldingi Fatimaga bunday qaraydigan bo'lsam, aytardim, emotionally stable bo'lardim. Chunki men aytaman, juda emotsiyaga boy qoldim. Qattiq gap ko'tara olmasdim. Misol uchun, speaking qilyapmizmi, o'xshamasa yoki reading bo'lyaptimi, men kutgan natija chiqmasa, birpasda nastroyem tushib, dars yig'lash darajasiga borardim-da. Reading yig'latadi, lekin haqiqatdan reading yig'latadi. U ayab o'tirmaydi. Shunaqa yig'larganingizdan keyin give up qilishga o'zi sizda nima bo'lib qoladi-da, xohish bo'lib qoladi. Lekin o'sha 2 yil oldin Fatimaga aytgan bo'lardim, emotsiyaga berilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman. Anavi strong bo'lsa ham bo'ldi. Chunki bu narsa o'tadi ketadi. Chunki hech qachon successga oson erishib bo'lmaydi. Shunaqa orada yiqilishlar,
shunaqa yiqilgandan keyin turishni bilish kerak, yiqilib qolib ketish kerak emasda. Bu suksesni to'lovida, har bir narsani to'lovi borda, suksesni mana shunaqa bo'lishni, hozirgi formaga kelishni o'sha narsalar sizlarga to'lash orqali shuni kelgansizlar-da. Yes, emotionally stable bo'ldim. Keyin aytganimdek shu head start shu narsani menda shape qilib berdi deb o'ylayman. Chunki teacher IELTS 7 olganimizdan tashqari bizni shunaqa eventlarga qo'yishni boshladilar. Bu narsalar bizni confidence-imizni boost qilishga yordam berdi. Даже hozirda IDPda invigilator vazifasida ham faoliyat yuritamiz. Bu narsa sizga leadership skillsga yordam beradi, o'zingizga confidencingizni yanada oshiradi. Qaysidir ma'noda boshqa turdagi insonlar bilan tezda til topishish nima deydi? Til topishni o'rgatadi. Shunaqa bo'lgan. Aytaman Fatimaga, o'sha Fatima 2 yil oldin Fatimaga motivatsiyaga ishonma, unaqa too emotional bo'lma degan bo'lardim. Tushunarli. Bu bugungichalik hammasi edi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Xayr.